Hurmatli talaba uka singillarim, sizlarga maslahat. O'qish paytida o'qishni ham zo'r qilinglar, lekin o'tirishda ham, o'yin kulgini ham joyiga qo'yinglar. Keyin kursdoshlarni topa olmaysizlar, ishoninglar. Mana bugun bizani 15 yilligimiz kursdoshlar bilan 15 yil o'tgan tugatganimizga 4 ta stol qilganmiz, 60 kishiga joy qilganmiz. Mana hozir atiga 15 kishi keldi. 2 ta stol bo'sh, yana bitta stol ham bo'sh hisob. Shuning uchun hozir maza qilib o'tirib qolinglar. Bu davrlar g'animat, keyin topa olmaysizlar bir-biringlarni, topa olmaysizlar. Okay. Ishondinglarmi shu gapga? Yo, unaqa emas. Qaranglar necha kishi kelgandi? 45 kishi keldik va hozir yana odamlar kelyapti yo'lda. Wow! Shuning uchun hissadan hissa o'qish tugatgandan keyin kim qayerda ishlashida, qanaqa lavozimda ishlashida, qancha pul topishidan qat'iy nazar kursdoshlarni, do'stlarni unutmanglar.